Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Avval boshida bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa qo'yib, like qaytara olmaysiz. Qo'ylarda ham o'ta zo'rlardan kelgan, puli yengil qo'chqor sovg'alardan kelgan ekan. Xudo xolasa obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Joningiz omon bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlar. Ozodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimizning qadrli mehmonlari. Bugungi video syomkamizda akalar biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Sarvar qishlog'ida Xudo xolasa arzon olib kelib sifatli narsalarni, sifatli qo'chqorlarni xalqimizga arzon berayotgan ukamiz, qahramon ukamiz oldiriga keldik. Uka hormang. Assalomu alaykum. Ozodbek yaxshimisiz? Bizangiz yaxshimi? Allohga shukr. Obunachilar assalomu alaykum sizlarga ham. Hammalar yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Xudo xolasa qo'ylarni zo'ridan kelgan. Ozgina to'rtparta qo'y chiqazamiz. O'sha 4 kishini qo'ya deydimi? 4 kishini qo'ya. Xudo xolasa o'ta sifatli qo'ylar. Like bosing, qaytara olmaysiz xudo xolasa. Narxi ham o'ta qulay bo'ladi. Narxlar ham qulay bo'ladi. Qadrli obunachilarimiz, video syomkalarimizni oxirigacha akalar kuzatib boringlar. Narx-navolar ham, qo'chqorlarni ham o'zgachalarini ko'ramiz xudo xolasa. Demak, birinchi partiyamizga sonlari nechta chiqdi? Soni 9 dona aka. 9 dona. Haqiqatda aytganingizdek bir kishi olib qo'yadigan variantlardan. Xudo xolasa hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Ichma sog'liq aqtadiganlari yo'qmi? Yo'q. Sovg'alar Keyingisida chiqadi. Sog'liq variantlarimiz ham bor ekan akalar, video syomkamizda. Zo'rlarini. Hay gap yo'q. Birinchi partiyamiz hammasi qo'chqor varianti. Bularda yosh oyligi qanaqa? 7-8 oylik atrofida. 7-8 oylik atrofida. Yem yeb turgan shekillar bular. Hammasi yem yeb turgan. Hammasi et boshlari yaxshi. Et boshlari, badanlari yaxshi ekan. Obunalar ham juda chiroyli. Etga ham yaxshi. Orqalari yaxshi. Ehsonga bo'laveradi xolasa. Gap yo'q. Bularda uka boqaman, yaxshi o'zi asli. bo'lmasanchi, yana davom ettiradigan joyi bor. Bor, usulchan narsalar. Gap yo'q. Xudo xolasa bo'ylarini ichiga beramiz. Aka 70 kiloga beramiz. 70 kiloga qulay bo'ladi. Qulay bo'ladimi? Qulay bo'ladi. Joningiz omon bo'lsin. 70 kiloga akalar bo'y bastilarini berilaveradi. Dastavkasi qayergacha bo'ladi? Dastavkasi Toshkentgacha to'xtamiz aka. Besplatno. Hozirgi aytiladigan narxda demak Toshkentgacha yetkazib beraman. Toshkentgacha yetkazib beraman. Kelishilgan holatda Samarqandga ham yetkazib beraman aka. Samarqandga ham bepul yetkazib beraman. Xudo xolasa, faqat ozgina buni ustiga ozgina pul qo'shilishi mumkin. Olib borib beriladi. Samarqandga dastavkasi bor xudo xolasa. Bor. Xudo xolasa yetkazib borib beriladi. Prosta yo'lkalardan ortiqgina yelkalab borasizlar, padishyaga borsalar yetkazib borib berishadi. Xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Bularni uka Xudo xolasa yemoqchimi, sog'liqlari qalay ekan? A'lo darajada. Bir haftasini borib so'radi. Kecha bir sutkadan endi o'tdi, bir sutkadan endi o'tdi kelgan aka. Yeb ichish yaxshi, sinovdan o'tdi bular. Gap yo'q. Akalar, xonadonlarga yetib olgandan keyin yana bir hafta garantiya sinovlari ham mavjud. Bemalol Xudo xolasa sinov olasizlar akalarim. U yog'ida xavotir olish keragi yo'q. Bularni uka narx-navosini qancha qo'yamiz uka? Xo'p. Ozodbek aka, o'zi qisqani tortishib o'tirgan qilmayman. Bitta narx aytaman, so'ramaysiz. So'ramaydigan qilib aytasizmi? 3750 ming so'mdan. Joningiz omon. 3 million 750 ming so'm. Xudo xolasa yetkazib olib borib beriladi. Akalar, narx-navolarni ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Video syomkalarimizni ko'pchilik kuzatib boryapti. Akalarim, narx-navolar qulay bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring akalar. Xudo xolasa fikringiz biz uchun muhim. Yetkazib borib beriladi. Mabodo akalarim to'liq yoritilmagan bo'lsa, bir qator video syomkalar asosida yoritib, namoyish qilib tashlab beraverasiz. Tashlab beriladi aka. Telegram, WhatsApplar bor. Bor, hamma narsa bor. Imo ham bor, hamma narsasi bor. Xudo xolasa, imkon bo'lsa kelib ko'rsin. Aka, haliga tortishadigan qilib aytmayotganim sababi bugun juma. Inshaalloh jumagacha uylarigacha borsin. Tezroq chiqazamiz, tezroq olib borib beramiz. Ular tortish kerak yo'q. Ben bo'ladigan narxda, bu narxda ham bo'lgandan keyin 3750 ming so'mdan bersin. Vodiy bo'lib Toshkentgacha bepul yetkazib. Dona bo'yigacha uka. Dona bo'yiga aka yo'lkasi yordam qilishadi, bu tamom zotlar. U tanlab olsa ham o'shana. Joningiz. Yo'lkasi yordam qilsa. Gap yo'q. O'zlari kelib ketsa, bitta ketsa 3750 ga beraman. Voy gap yo'q. Shayda akalarim, Xudo xolasa yaqin atrofda yurgan bo'lsalaring, qo'y olaman deb qidirib yurgan bu aka-ukalarimiz ko'rgan bo'lsalaring akalar, bakasalar tashlab beriladi. Kelib tepasiga kelib, o'zimiz olib ketamiz, bitta ikkita tanlab olamiz degan aka-ukalarimizga ham o'sha optim narxda ketaveradi akalar. Ajraydigan yo'q aka o'zi. O'zi standartni bo'lib turibdi. Hammasi yem yeb turgan, o'zi tekana qo'yiladi. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, aloqaga chiqib qolsa, biz endi navbat sekin-asta keyingi partiyamizga bersak ham bo'laveradi. Demak, qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa, chars qo'ylardan, sog'liqni suruvlarini olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, mana shu video syomkamiz. Ikkinchi partiyamiz sizlar uchun ekan. Xudo xolasa, bularda soni nechta chiqdi? 8 dona. Ammo sog'liqni haqiqatda zo'rlar ekan. Maşallah. 8 dona bir kishi olib qo'yadigan variantlar. Qo'y olaman degan aka-ukalarimizga mana badanni niq, Xudo xolasa zo'rlar. Bular qisirmi?
Ha, qo'chqor bilan yurmagan. Qo'chqor bilan hali yurmagan, ha? Bir dona mana qop qorasida yurgan deydi egasi. Qolgan hammasi bir paytga 7tasi bittasi alohida. Ha, alohida. O'shasi qo'chqor bilan yurgan. Lekin gumon u. Qolgani 100% qo'chqor bilan yurmagan. Qo'chqor qo'shib olishadi o'zlari. Demak, qo'chqor qo'shgani tayyor, xudo xolasa mana sovliqlarda zo'rlar akalar. Aloqaga chiqib qolsa. Bularning yosh oyligi qanaqa? Xudo xolasa bularni yosh oyligi 10 oylik atrofida. Gap yo'q. Bu ham yem yeb turgan shekillar bular, ha? Medan niqa. Kep ko'rishaversin, xudo xolasa kilagan to'g'ri keladigan qo'y. Asli boqadigan odam emas. Boboda so'yaman desa eslomgan bo'larlar. Bo'laveradigan narsalar. Xudo xolasa. Bularni uka bo'ylarini nechiga beramiz? Hop. Eng kichkinasi 75 chiqadi aka. Qolgani 80 gacha. 75 dan 80 gacha beraveramiz. 75 dan 80 gacha. Demak, tushunarli. Xudo xolasa, bularda yema-ichma sog'liklari joyida. Ammo charsligini ham ko'ringlar, akalar. Xudo xolasa. Gap yo'q. Bularda uka dastavkasi qayergacha bo'ladi? Dastavkasi vodiy bo'ylab aka Toshkentga qilamiz. Vodiy bo'ylab, demak Toshkentgacha dastavka xizmatlarini ham qilib berasiz. Do'stlar hozir qo'yadigan narxni ko'p foyda qilmaydi. Maqsad pul bo'shatish. Maqsad aka buni ham nima desam bo'ladi? Qo'chqor qo'shilmaganligini sababini so'rasak, nimaga qo'shilmadi desa, buni olib borgandan keyin o'zi seleksiya qilib qo'shadigan qo'chqor tayyorlab turgan deydi. Buni hozir qo'chqori bor deydi. O'shunaqa odam oladi aka buni. Mana buni bitta narx aytaman. Buni ham 4.350 ming so'mdan Ama o'tadigan yer yo'q. Hammasi bo'lsin 8 tasini 4.350 ming. Aka to'g'ri aytaman. Mana shu qo'chqorma yurgan degani 4.700 ming so'mga kep to'radan berilgani yo'q. Kep to'radan qo'chqorma yurgan deganim uchun. Gumon aka, lekin garantiya bermayman desam, yurgan ekan deyapti, shuni men olib borib boqaman deyapti. Allohga tavakkal bo'ldi. 4.700 ming so'mga berilgani yo'q. Hammasini olsin 4.350 ming so'mdan sotildi. Donalabga kelishamiz ama. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi. Demak, tushunarli. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, haqiqatda sog'liqlarni zo'rlari kelibdi akalarim. Aloqaga chiqib olsa, narx-navolarni akalar eshitilaring. Telefon qilgan odamning ishi bitaveradi akalar. Demak, qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, mana keyingi partiya qo'ylarimiz ham chiqib keldi. Haqiqatda bugungi qo'ylarimiz ozgina, lekin haqiqatda sozgina chiqyapti. Bular qo'chqor variantlar. Qo'chqor variantlar. Qo'chqor, hammasi. Kattaroq qo'chqor. Hali birinchi partiyadan chiqqandan so'ng kattaroqlar. Birinchi partiyadan ko'ra kattaroq variantlari. Bularda xudo xolasa yosh oyliklari qanaqa ekan, uka? Yosh oyliklari bularga 10 oylik atrofida aka. 10 oylik atrofiga xudo xolasa yosh oyliklari bo'lmagan. Demak, tug'ilganda tepasida bo'linmagan, lekin cho'pon aytayotgan gaplar 10 oylik atrofida. O'ylari-chi, uka? O'ylari 75 plus 75 plus minusga beraveradi. Minusga beraveradi. Gap. Bemosh oilalariga bir haftamikin? Ha, bir hafta 10 kun asli bor. 10 kun asli. Ularga garantiya xudo xolasa. Joniga emas, lekin o'sha yeb ichish sog'lik salomatligiga garantiyasi bor. Jon Alloh. Jon Alloh aka. O'zimizga garantiya qilamiz. Bu ham bo'ladi qanday aytaman? 4.200 ming so'mdan. Joningiz omonmiz. Dastavkasi Toshkentgacha bepul. Besplatni. Vodiydan Toshkentgacha. Gap yo'q. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz Toshkentgacha besplatni yetib boradi akalar. Bundan yog'iga ham yetkazib olib borib beriladi, faqat kelishilgan holatlarda. Telefon qilgan odamning ishi bitaveradi akalarim. Mabodo to'liq yoritilmasa aytib o'tib ketamiz akalar. Bir qator video syomkalar asosida yoritib, sizlarga namoyish qilib berilaveradi. Telefon qilaverasiz akalar. Keyingi partiyalamizga, so'nggi partiyamizga navbat beriladi. Demak, qadrli obunachilarimiz, akalarim, ukalarim, so'nggi partiyamiz ham chiqib keldi akalar. So'nggi partiyamizga bular qisir sog'liqmi hammasi? Boladan ajragan emas. Boladan ajragan sog'liqlar. Bolani ham oma akalar qo'chqor bo'lib, katta tish yorguncha boqaman degan sog'liqlarda so'ragan aka-ukalarimizga mana sizlar uchun. O'z jonidan voz kechib, ozsam ham, to'ssam ham bolamni zo'r boqaydigan sog'liqlar mana shular bo'lsa kerak a. Shunaqa aka, bularni bolalarini oldik. Oldikda o'zi bolalar uchun so'ldirib endi ozgina yem berib sal o'ziga keltirdik. Xudo xolasa endi bundan buyog'ini pul zararlik uchun sotyapmiz. Bundan buyog'ini egasi qiladi Xudo xolasa. Egasi qiladi. Buni yemga tashlasa ham zo'r bo'ladimi, qo'yiladi? Yemga tashlash kerak o'zi. Ammo effektni qadrli obunachilarimiz haqiqiy beradigan, yemga tashlab sog'liqni yemlab sotayotgan aka-ukalarimiz juda yaxshi bilishadi. Bunaqa sog'liqlarda qanday effekt beradi, qanday sog'liq bo'ladi. Bularning uka yoshi qanaqa bo'ladi bularniki? Bularniki aka 4 do'st aytib qilamiz. 4 tishidan 2 dona, 6 tishidan 2 dona, qolgani 8 tish, 2 tasini maydalagan ekan. Tish maydalagani ham bor. Bor endi. Borgandan keyin aka maydalagan ekan demasin. Bo'lgan gapni aytavering. Xudo xolasa buni aka bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi. Buni boqishni bilgan biladi aka. Joningiz omon. Buni ham aka qo'zisini ham narxi bo'lmaydi, to'g'risi. Qancha bo'ladi? Bu o'zi buni soni 9 dona. Buni ko'p tortishmayman. Mana buni aka hammasini bir joyga olmasa, faqat vodiy bo'ylab beraman 3.200 ming so'mdan. Joningiz omon. 3.200 ming so'mdan
tortdim degan ukamlarimizga xudo xolasa yetkazib olib borib berdilar. Uka magazin bo'lib qolmasin, oqsumadan bir narsa o'tib berasiz. Hamma partiyadan uka. Nima demang, Yo'q, magazin bo'lib qolmasin-da bizda. Apteka emas. Optim joyda turibmiz uka. O'taman, xayriga o'taman aka. Gap yo'q. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz aloqaga chiqib olasizlar. Demak, bugungi video syomkalarimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Sizlar bilan qadrli obunachilarimiz keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Qo'llab-quvvatlab, podeshkada bo'lish esdan chiqmasin akalar.